qo'yinglar. Men zamon qatan ko'chalarga, mahallaning ko'chasiga yuraman mana. Hozir ko'chaning ahvolini ko'ramiz. Qandoq nimaligini. Mana. Mana. Musulda ahvollarini ko'ramiz hozir. Axlatlarni. Mana turgan joylarni bilmalarni ko'ramiz mana. Taylab ketgan odamlarni. Bayaqdan ko'rib bo'layapmiz mana. Chiroyiga gap yo'q, lekin mana chiroy, dam olish joy, maskan, nima deb e'lon qilganda hamma joyda e'lon qilgan, me'morlarni chaqirganlar, lekin mana bu iflos. Chammayapti. Musor bosib ketgan ko'chalarni mana. Mahalla raisi nima qilyapti bilmayman bu narsalarga. Mana. Mana ko'ring, men tashlab ketayotganim yo'q, uzoqdan ko'rsatib boryapman mana. Nima bo'lyapti bular? Nima mana bu yerlarni qarang mana. Mana musorlar. Mana. Hozir yaqinroq borman sizlarga ko'rsataman dam olish maskanlarini. Mana yo'llar mana. Mana bu yerda mashinalar o'tib qo'llari mana. Shunday ahvolga biz yashayotimiz. Mahallamiz raisi bu. Mana. Hammasiga ko'zini yumib aytsangiz achchiq chiqadi, davlina qiladi birov ustidan. Nazorga qo'yaman, boshqa qilaman, nima qilaman qilib mana. Olib u taraflarni ko'rsatganim yo'q, u betlarni ko'rsatganim yo'q. Faqat mana bir yoqni ko'ryapmiz. O'yimga borish tarafda. Mana yo'llar. Mana dam olish maskan mana. Mana dam olish maskan. Mana turgan mashina oldidagi. İki metre ötmesi maskandan mana. Mana. Parlament sigaretler. Mana ko'rinish usullar mana. Hali isbotlarini mana. Mana ko'chani axlati mana. Mana. Ne bo'linglar. Ben bu evimge borgunca göstermem. 200 metre fakat şu çap taraf, ön taraf göstermem evimge borgunca bana. Hozir buni men birinchi o'ringa mahalla raisiga taylayman. Sonra ko'rsa ko'radi. Ko'rmasa qolgan boshqa tashkilotlarga murojaat qilaman. Boshqa ilojim yo'q. Boshqa iloji yo'q. Faqat shu. Mana. Bu ko'rib o'ravering. Musullar axlatlarimizni. Do'chiray. Davlina boshlanadi.